Hammaga assalomu alaykum. Va'da qilingandek biz siz bilan fonetika darslarini boshlaymiz. Bugun unli harflarini ochiq bo'g'inda qanday o'qilishi va yopiq bo'g'inda qanday o'qilishi haqida bilib olamiz. Undan oldin savol tug'iladi: ochiq bo'g'in qanaqa bo'ladi, yopiq bo'g'in qanaqa bo'ladi? Agar so'z oxiri unli bilan tugasa, ochiq bo'g'in hisoblanadi. Mana birinchida turgan birinchi turdagi ochiq bo'g'in va ikkinchi turdagi deganim yopiq bo'g'in. Demak, agar so'zimiz oxiri unli bilan tugasa, ochiq bo'g'in, agar undosh bilan tugasa, yopiq bo'g'in hisoblanadi. Unlilarimiz A, E, I, Y, O, U unlilari. Demak, ochiq bo'g'inda qanday o'qiladi? A harfi xuddi alifbodagi, alifboda ham bilamiz, A deb talaffuz qilinardi. Alifbodagi ochiq bo'g'inda kelganda A deb talaffuz qilinadi. Misol uchun plate, fate, plate, fate. Qaytaramiz. Plate, fate. Xo'p, yopiq bo'g'inda qanaqa bo'ladi? Pen, pen, fan, pen. A bilan E harfini nimasi? Qarang. Pen, pen, pen. Xuddi tezlikda ham A harfini ham E harfini aytib ketishingiz kerak. Ya'ni bitta tovushda pen, 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 fan, fan, fan. Keyingi harfimiz E. Bu ham xuddi alifbodagi E deb o'qiladi. Mana convenience, convenience, me, me, convenience, convenience, me. So'zlarimizga e'tibor beryapsiz. Oxiri unli bilan tugayapti. Ochiq bo'g'in. Keyingisi yopiq bo'g'inda. Mana yopiq bo'g'inda unli ikkita undosh orasida. Mana pen, oxiri undosh. Bat, pen, bat, pen, bat. Keyingisi I bilan Y harfini bitta qatorga yozdim. Sababi ikkalasi ham ochiq bo'g'inda I deb talaffuz qilinadi. I. Kite, kite. Qaytaramiz. Kite, my. Kite, kite, my. Yopiq bo'g'inda E. Просто Pit, miss, Pit, miss, Pit, miss. Keyingisi O, O, no, nose, no, nose, no, nose, no, nose. Yopiq bo'g'inda pot, lot, pot, lot, pot, lot. U bu ham xuddi alifbodagi, alifboda ham U deb talaffuz qilinardi. Ochiq bo'g'inda ham U. Blue, true, blue, true. Va yopiq bo'g'inda A harfida demak transkripsiyada mana shunaqa shaklda beriladi. Ya'ni shunaqa shaklda beriladi. Mana cut, but, cut, but. Bu unli harflarning ochiq bo'g'inda va yopiq bo'g'inda qay turda talaffuz qilinishi haqidagi dars edi.